Hammamiz hokimiyat xodimlari uylarga bostirib kirganini ko'rdik. Ya'ni bitta hokim emas, bitta hokim boshqa fuqaroni uyiga, boshqa viloyatdagi hokim boshqa fuqaroni uyiga, birdaniga hamma hokim yoppachasiga kimdandir buyruq olganday bostirib kirishdi. Buni hozir ildizini boshlanish nuqtasidan boshlab bermoqchiman. 2 hafta yo 1 oy oldin Shavkat aka tezyurar poyezdda ketayotganlarida aholi qatlamini ko'rib, tashqari tomonlari kirligini ko'rib, bu tashqarilarga odamlar o'zi qaramaydimi? Tashqarini yaxshi obod qilib o'tirsa, shu o'tlarni yulib chiroyli qilib o'tirsa bo'lmaydimi deb qo'l ostidagilarga buyruq berdim. Nasihat qilgan videosi bor edi. O'sha videoni menga topsanglar jo'natib yuboringlar. Men u videoni ko'rdim, aniq bor, lekin topolmadim, eslolmadim. Endi bular boshida qanaqa qilib kelyaptiki, boshidan hokim, o'sha izza qilgan hokim tashqariga qarab, unda o'tlarni qarab, oynaga qarab, sekin kelib ichkariga kirib ketdi. Jami konstitutsiyani qomusimiz deydi-ku, shu qomuslarini 4ta moddasi buzildi. Endi ana tozalikka kelsak, bu tozalik iymondan, tozalik islomdan, tozalik yaxshi, lekin islom dini tomonlama, bularni qomusi tomonlama bunaqa bostirib kirib, tahqirlab, haqorat qilib, videoga tortib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishga haqqi yo'q edi o'rtoqlar. Demak o'rtoqlar, mana konstitutsiyalarining 2-moddasida davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldurlar hamda xalq manfaatiga xizmat qiladi. Ya'ni hokimiyat xodimi hokim, sizlarning oldingizda mas'ul, sizlarning oldingizda hokisor, tavoze bo'lib pastdan kelib xizmat qilish kerak. Lekin bu videoda ko'ryapmizki, uyga ruxsat so'rab kirdim deyapti, lekin men bu kazzoblarga ishonmayman. Ya'ni bostirib kirib xo'jayinlardek o'zini tutib tepadan kelyapti. Shunaqa qilishi bu 2-moddani buzilishi. Endi 26-moddasida insoniy sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sizlarni mamnun qilib, tahqirlab, haqorat qilishi, molam toza qilib o'tiradi, molmisiz, nimasiz deb bir nechta haqoratlarni ko'rildi. 26-moddasi buzilishi. Agar oddiy fuqaro bunaqa buzsa, oddiy javob ko'riladi. Endi uni mansabdor, vakolat organ xodimi, hokimiyat xodimi qilsa, yana bunga mansabini suiiste'mol qilish moddalari qo'shilib 2x jazo ko'rilishi kerak bunga. Endi 3-chisi 3ta modda bo'ldi. Ya'ni mansabini bu yerda hozir yozib qo'shmadim. Mansabidan foydalanish 3ta modda. 4. Endi qarang, 27-moddasida har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdan tashqari birovning uy-joyiga kira olmaydi. Bu yerda 27-moddada bu kirish uchun prokurorimi, ichki ishlarimi o'sha sanksiyasi orqali kirish kerak edi. Ruxsat bermasa, unaqa bostirib kirishga haqqi yo'q edi. 4ta moddasi buzilyapti. O'sha kirganlar smelo ustidan, ya'ni anaqa shikoyat qilsa